Assalamu alaykum hurmatli vatandaşlar. Bugün sizlere Ürgen şahrımızı zor mesajı. Nergiz kafenin yanında sizler 2 qavatlı panelli domumuzni hurmatli vatandaşlar. Birinchi qavatında 3 xona kvartirani ko'rsatib danıştırıp o'tamiz. Xalasanız naqd, xalasanız ikkilamchi kredit asosida sotib olsangiz bo'ladi. Domma yan tarafında sizler bog'cha, yaqin maktab, yaqin sizler zo'r mesajda. Bu yana chiqsa Xanqa yo'li bo'ladi. Edening 5 ko'pirda. Ko'pirda arayan bo'lsangiz o'ng taraf Saxirniy bo'lsa, chap taraf avval o'zingiz do'kon bo'ladi hurmatli vatandaşlar. Nadbisa girib ketasizlar. Zo'r mesaj plajinasida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Sizlar xalasanız kredit, xalasanız naqd asosida sotib olsangiz bo'ladi. Sizlar ikkilamchi kreditga qarab yurgan yaqinlaringizga videoni ulashib qo'yish yoddan chiqmasin. Qani yetdik bir yakta kanalimizni ko'rib o'tsak. Kvartiramıza yetib keldik hurmatli vatandaşlar. 2 qavatli panelli domimizni birinchi qavatında 3 xona kvartirani ko'rib danışib o'tamiz. Mesaj plajinasi zo'r, gaz, suvdan muammosi yo'q. Orqa elde bog' ekan hurmatli vatandaşlar. Shu kvartiramizga deyishli. Kirgandan koridor joyi, doğrumuzda hazır aynalar qo'yilgan. Chap tarafimizda bu yerda sanuzel qismi poyni kafeldan chiqib turibdi. Akkuratni ekan. Oyoq teram kafe. Muntazlar o'zgargan. Bu yerda vannasi, bu yerda arisollar ham qo'yilgan. Hazır hamma tog' girib yashaydigan однотонный аккуратный fonda bir yerda hazır ko'rib turganingiz bir katta spalnisi. Xalasanız bir zal qilib bersangiz ham bo'ladi. O'zi 2 zal bir spalnidan iborat. Birimiz enine hurmatli vatandaşlar bir 320lar bu zinası 560 kattalikda bo'ladi. Devorlar fonda cho'ng registrlari bor. Aynalar hammasi plastik ramlardan o'zgargan. Hammaga yetadi. Kuxnyada yo'q, gaz bitadi, hech şey qoladi. Qani hammasini olib ketadi ekanlaringizlar. Bundan oshxona qismidan hazır shu vajlari qoladi. Aytib o'tganimiz farqlar qilingan. Bu yerda mo'ykalarda qon vajlari ketadi. Aynalar o'zgargan, plastik ramlardan izlar. Bedening registrlar, cho'ng registrlar, kirmoshlar ham hammaga ketadi. Plus tarafi oyoq tiyi taxta pol hurmatli vatandaşlar. Birimiz 3 560 kattalikda, bu yanda verandasi ham bor, bekli balkoni, bu yana pol qilingan azlar, 2-3 razmerda, do'xuntin siniy kotellar qo'ygan hurmatli vatandaşlar. Stabilizatorlari bor, reduktorlar, filtr ham qo'yganlar, fonda akkuratni, ajoyib, chiroyli joy. Hurmatli vatandaşlar, bu tarafda doğruda yana bir spalniy qismi bo'ladi. Bu 3-xonasi. Hurmatli vatandaşlar, 270 560 kattalikda bo'ladi. Aynaları plastik ramlardan o'zgargan, pilusini rishotgan bo'lgan. Bu yerda cho'ng registrlar ham bor. Hurmatli vatandaşlar, dokumenti taq, ham afzallik tarafi ikkilamchi kredit ham to'g'ri keladi. Hurmatli vatandaşlar, Oriental Nergiz kafe yanında 2 qavatli panelli domimizni birinchi qavatida 3 xona kvartirani ko'rib tanishib ketyapmiz. Yana birgalikda sizlar bilan narxini to'xtalib o'tsak, narxi 380 million so'm kelishadigan yer bor hurmatli vatandaşlar. Gelasizlar görəsizlər üstündə xalasanız naqdda, xalasanız ikkilamchi kredit asosida sotib olsangiz bo'ladi. Yan tarafında bog'cha, maktab bor. Transport 5 marshrut turibdi. Hamma o'ngayli. Magazinlardan meshnodan muammosi yo'q. Ajoyib bir mesaj plajinada shuning 3 xona arzon narxda kvartirani yetib olsangiz havola qilyapmiz. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizni like bosib ko'rishdan chiqmasanizlar, kommentariyada chiroyli fikrlarni qoldirib qo'yasizlar. Joylarimizga baho berib, necha joyga kerak bo'lsa yozib qoldirsangizlar, shuning joylarni qo'ldan kelgancha yetib olsangiz havola qilib boraveramiz azizlar. Hammaga sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi videoda görüşguncha xayrlab qolamiz.